va obyektimizni ham bitirib oldi. Biturli zinaga coverdan qoplab berganmiz. Polni hamma yog'ini. Bu yog'iga uголок tushadi va plyusini ko'rsanglar bo'ladi. Gilamni o'zidan 9 sm qilib turib plyus aylantirib berganmiz. Polni ideal darajada. Va plashatka qismi aylanasiga plyus bo'lgan va birinchi etajga tushirish. Birinchi etajni birinchi stupenkasini yonidan ko'rsanglar bo'ladi. Polni aylantirib plyusni yoniga qaytarib berganmiz va podolga tushirish. Plastmassaviy plyusdan keyin gilamli plyus boshlanib ketgan. Va podolga ham xuddi shuni o'zidan qilib berganmiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa plyus polni gilamni hamma yoqqa aylantirib berganmiz. Zinani teglarigacha. Shu xizmatga kelib o'sa aloqaga chiqsanglar, joylarni borib ko'rib, o'lchab, o'sha yerda o'zida moslab kesib solib beramiz.